Monogatrolga akalar bitta baho beringlarchi. Qaranglar. Elektrический moslangan. 4,5 dan 2 ta qo'yib qo'ysa, normalniy bo'ladi, где-то 100 kvadratlarga normalniy bo'ladi. Mana 2 teng birdan yochish kerak. Qaranglar. Bu yerda atsinkoviy 25 litr turbadan bir nechta bor. Qattolasiga ketgan ko'ryapsizlarmi? Oxiri kitob bo'lgan. Bu yoqdan keladi. Mana shu yerdan urilib yana nari tomonga qarab ketadi. Mana bu mo'ri, mo'rining ustiga titan qo'yilgan. Mana o'rtadan matdan o't yoqsa bo'ladi. Qaranglar. Bu yerda ko'mirga ham moslangan. Mana bu yerda ventilyatori bor. Короче, buni qilgan odam meni dadamni yaqin og'aynisi bo'ladi. Yoshlikdan birga katta bo'lgan og'aynisi bo'ladi. Xo'sh, tog'a dedim, buni qo'yish kerak, Instagramga qo'yish kerak desam, yo'q, qo'yaver, o'zi zakazim. Shundoq ham ko'p ulgurmayapman, bitta o'zim ulgurmayapman dedi. Lekin o'rtoqlar meni dadamni oshnasizligi uchun tezda yasab berdi o'zi. Katrolga bitta baho berib qo'yasizlar, lekin o'zim kraska qildim. Kraskasini bilasizlarmi, qayerdan oldim? Akmal aka idealdan oldim, o'rtoqlar. 700 gradusga mo'ljallangan ekan, 400 grammlik ekan. Mana shu joyiga yetdi bemalol. Biz o'rtoqlar, videoga bitta like bosib qo'yasizlar.